Uyg'urlarning madaniyatni chekinishidagi tarixiy sabablar. Abduri G'olib Barat Ark. Uyg'urlar qadimgi davrda taraqqiy qilgan sharq xalqlaridan biri edi. Ammo yaqinqi 3-4 asrda taraqqiyotni eng qaloq holatga tushib qoldi. Bu zodi nima uchun? Birinchi, taraqqiyotning oldingi sharti tinchlik bo'lmagan. Tarix bətlərini varaqlaydigan bolsaq bilələymizki, 1600-yildan 1900-yilgacha bo'lgan 300 yil Uyg'ur jamiyati butunlay urush o't ichida qolgan. Hamma yerni qon hidi purab turadigan jamiyatga aylangan. Saidiya xonligining odilligi bilan dang chiqargan sultoni Abdukerim xonning qasdga uchrashi bilan xondanliq xarablashishga yuzlandi. Xanlıq dairəsi xanzadelərinin üstünlük, baylıq, xanlıq, territoriya, zimin talışıdığan uruş səhnəsiga aylandı. Bir məzgil günlənген bu dövlət halakətə yüzləndi. Sultan Seyid xandan başlanğan sopulağı murid boluş əvciga chiqib, bütkül xalq bir qancha topqa bölündü. Əslidin xanqalarda istiqamat qılıbatqan sopular huquq talashish kurashlariga aktiv ishtirok qildi hamda qaslab o'ldirish, muridlarga rahbarlik qilib hokimiyat talashish kurashlarida oz bo'lmagan qirg'inlarning bevosita sababkoriga aylandi. Oxirgi hisobda so'pilarning bo'lgunchilik va hilmikarlari Saidiya avlodlarining iqtidorsizligi tufayli 1680-yili hokimiyat Uyg'urlardan Cungarlarning qo'liga o'tdi. So'pilar Cungarlarning sodiq g'alchilarga aylanib, o'zlarining qo'rchoq hokimiyatini tiklashga muyassar bo'ldi. So'pilarning Cungarlar yordamida tiklangan bu qo'rchoq hokimiyati amaliyotda xalqni ekspluatatsiya qilib, boylik to'plab, uni xo'jayinlarga sovuq qilib, xalqni texmo dahshatlik vayronchilikqa giriftor qildi. So'pilarning dahshatlik zulmi ostida Uyg'ur xalqi Cungarlar uchun seliq to'lab, qo'l, dedak tutib berdi. Butkul Uyg'ur diyori So'pilarning Oq tog'liq va Qora tog'liqdan iborat ikki mazhabning hokimiyat, murt, boylik talishadigan, o'zaro qirg'inchilik qilishadigan halokat maydoniga aylandi. Bu ikki mazhab qirg'inchilik qilishgandan sirt o'zlarining sofistik ideyasi bo'yicha madaniyatni qattiq taqib qilib, madaniyatni xalq turmushidan va Uyg'ur jamiyatidan yo'qotmoq bo'ldi. Jumladan madaniyat arboblarini qirg'in qilib yo'qotdi. Hokimiyat Cungarlar va ularning homiyligidagi so'pilarning qo'lidan Manju Qing imperiyasiga o'tgandan keyin Qing sulolasining chirik hukmronlari bir turkum yerlik feodallar bilan eg'iz burun yalishib, xalqqa eg'ir zulmlarni soldi. Natijada puhrolar eg'ir zulmga qarshi ko'p qitim qo'zg'olon qilgan bo'lsa-mu, intayin dahshatlik bostirildi. Uchturpan jigdi yig'iligi, ya'ni butun xalq qirg'in qilib yo'qitilgan degan ma'lumotlarmi bor. Va har qitimliq qo'zg'olonning mag'lubiyatidan keyin xalqning yurt makonini tashlab, boshqa yurtlarga ko'chishi. Shimoliy Shinjongda qirg'in qilib odam qolmaganda, ya'ni Mahmud Kashg'ari Turkiy tillar divonida bu yerda xeyli ko'p Uyg'urlarning borligi, ularning shaharlari bo'lganligini yozgan. Janubdan aholi ko'chirishi shuning misolidir. Xalqning qo'zg'olonlari ha degandila mag'lub bo'lib turdi. Sababi ularning rahbarlik qatlami shakllanmagan. Tarix, Danko yoki Atatürk Mustafa Kamal kabi rahbarni vujudga keltirmagan edi. Ozodlik harakatlarining nishoni faqat zulmni yo'qotishli bo'lgani uchun inqilobdan xo'jalarni foydalanib, o'z hokimiyatini tiklashga tirishdi. Xo'jalarning to'polonlarimi xalqning talafat tortishiga sababchi bo'lib, ziyonlarni keltirdi. 19-asrning keyingi yarimiga kelganda xalq
bir qitim keng ko'lamlik ozodlik uchun qo'zg'olon ko'tarib, Xotan, Qashqar, Kuchar va G'uljilarda hokimiyatini tikladi. Lekin ularga yetakchilik qilgudek boshchilar bo'lmaganlikdan Xotanda Habibullah Hoji, Kucharda Rashidin Xon kabi so'pi zohid hokimiyat ishlaridan xabarsizlar rahbarlik qilib, bo'linma holatda xonlik qilishdi. Ularda vatan, xalq, millat engi bo'lmaganlikdan birlashib hokimiyat qurib, xalqchil siyosat yurgizishga qodir bo'lolmay, oqibat xalqning g'olibiyat mevasini qo'qonliq Rangvaz Yaqub Bagning eli mikro oldida tartqizib qo'ydi. Eli sultonligi, Urumchi Sanji Xuyzu hokimiyati, Kuchar Rashidin Xon xo'ja hokimiyati, Xotan Habibullah xo'ja hokimiyati va Qashqar Buzruk xo'ja, ya'ni amaliyotda badavlat hokimiyati bo'lib, Aqtog'liq xo'jalarning qo'llashini qo'lga keltirish uchun Jahongir xo'janing o'g'li Buzruk xo'jadan foydalangan. Ning o'zaro istilo urushlari yuz berdi va Yaqub Bagning Janubiy Shinjang ham Turpan, Urumchilarni egallab, atalmish badavlat 7 shahar hokimiyatini qurdi. 1878-yili Qing sulolasi hammani yengib, o'zining nisbiy holdagi tinchlik hokimiyatini yurgizguncha yanala urush davom qilib keldi. Tarix batlarini varaqlab baqsaq, jumladan ayni vaqtda urushga bevosita qatnashgan, urush vayronchiligini o'z ko'zi bilan ko'rgan tarixchi olimimiz Molla Musa Sayramining Tarixiy Hamidi, Tarixiy Aminiya kitoblarini ko'rgan bo'lsak, bu haqda yetarlik tushunchaga ega bo'la olamiz. Misal, ataliq g'azi yigitlari, sarvozlari odam o'ldirishdan charchidi, qo'llari qapardi. Ataliq g'azi qo'shuniga agishib kelgan qassoblarni va Xotandagi Yoqujurtdan kelgan musofir qassoblarni chaqirib kelib, odam o'ldirishga buyurdi. Qassoblar Xandak levida turib, odamlarni bo'g'izlab, Xandakka ishtiraverdi. Shu qitim 4 tuman odam halok bo'lgan bo'lsa kerak. Qadrli kitobxonlarimizga bu xil qirg'inchilikdan texmi ko'p paketlarni ko'rsatib bera olamiz. Chunki bizning tariximiz bu xil qirg'inchiliklar bilan to'lib ketgan. Qon hidi, odam ustixonlari Tarim vadisining hamma yerini qoplagan edi. Uyushqoq, yanguchi, aqlliq ma'nolarga ega xosiyatlik nomi bor Uyg'ur xalqimi bir uchum mazhabchi, boylik xumar, huquqparast, urushparastlar tarafidan urush qaynimiga majburiy so'rab kirildi. Xalq o'z hayotigimi kepillik qilolmaydigan, atisigimu ishonch qilolmaydigan bo'lib qoldi. Shu bir uchum razil shaxslar o'zining shaxsiy manfaati, farog'atlik turmushi uchun millatni, xalqni, vatanni, kelgusini, avlodlarni puchak pulga, arzimas shaxsiy manfaatiga setivatdi. Uyg'ur diyori halokatga yuzlandi. 1678-yildan 1685-yilgacha Jo'ng'arlarning Uyg'urlarni istilo qilish urushlari bo'ldi. Aqtog'liqlarning doisi Appa Xo'ja Dalay Lamaga bosh urib, madad tilishi bilan fursat kutayotgan Jo'ng'arlar Saidiya Uyg'ur davlatiga hujum qildi. Appa Xo'janing aqtog'liq muridlari ichidan maslashdi. Shuning bilan Jo'ng'arlar g'alaba qilib, Uyg'urlarni o'z hukmronligiga oldi. 1755-yili Qing sulolasi Shimoliy Shinjongni istilo qildi. 1759-yili Qing sulolasi cho'ng kichik xo'jalarning to'polog'ini tinchitib, Shinjongni o'z hukmronligiga oldi. Qora tog'liq vatanparvarlar oq tog'liq dushmanlarni yo'qotish uchun Qing sulolasining g'alaba qilishida ichki jihatdan moslashib, zo'r tuhfalarni qo'shdi. 1765-yili Shturpan Uyg'urlari qo'zg'olon ko'tardi. Bu mashhur jigdi yig'ilg'i bo'lib, Qing sulolasi g'alaba qilgandan keyin
barlıq ahalini qırğın qılıb tügətdi. 1803 yılı Yusuf Xocadan paydalanıb qo'qonliklar parakandicilik saldı. 1820 yıldan 1828 yılgacha Jahongir Xo'janing ko'p qitimliq to'poloni bo'ldi. 1845 yılı Qashqarda Uyg'ur va Qirg'iz dehqonlar qo'zg'olon ko'tardi. 1847 yılı 7 Xo'ja to'poloni bo'ldi. 1852 yılı Valixon To'ra 4 qitim besib kirib, nurg'un qirg'inchilik qilgan va jallodlik qilib, necha kalla munari yasagan. 1854 yılı Qashqarda dehqonlar qo'zg'olon ko'targan. 1857 yılı Attush Miskan ishchilari Mamtili boshchiligida Kuchar dehqonlari Xotanning bir qism yezlaridagi dehqonlar qo'zg'olon qilgan. Valixon To'rimi to'polon ko'targan. 1858 yılı Qashqarda bir qism dehqonlar qo'zg'olon ko'targan. 1860 yılı Yakanda, 1862 yılı Xotan, Kuchar, baylarda qo'zg'olon bo'lgan. 1864 yılı Kuchar dehqonlari qo'zg'olon ko'tarib g'alaba qilgan hamda Rashidin Xon hokimiyati tiklangan. 1864 yılı Xotan dehqonlari qo'zg'olon qilib g'alaba qilgan hamda Habibullah Hoji hokimiyati tiklangan. 1864 yılı Eli xalqi qo'zg'olon ko'tarib g'alaba qilgan hamda Eli sultonligini qurgan. 1864 yılı Sidiq Beg Qashqarni ishg'ol qilgan. 1865 yılı Qo'qandlik Qo'shbegi Yoqub Beg Aqtog'liqlardan Bozorg Xo'jani o'ziga qalqon qilib Qashqarga kirdi ham Aqtog'liq xo'jalar Bozorg Xo'ja uchun ularni qo'lladi. U Ching sulolasi tarafidan yo'qitilguncha har xil urush va qirg'inlar bo'lib turdi. 1871 yılı Charosiya Ching sulolasi bilan tuzilgan to'xtam bo'yicha Eli sultonligini ishg'ol qildi. 1875 yılı Ching sulolasi qo'shinlari Şinjan'a yürüş qildi. 1878 yılı Ching sulolasi bütün g'alabani qo'lga keltirib, Janubiy Şinjan va Urumchi, Turpan rayonlarini ishg'ol qildi. 1881 yılı Ching sulolasi, ya'ni Qaraxon, Charosiya, ya'ni Oq xonga 70 ming kvadrat kilometr zimin va 5 million 900 sar kumush urush chiqimi to'lab, elini qaytirib oldi. Yuqorida ko'rganimizdek, nurg'un qo'zg'olon ham to'polonlar bo'ldi. Xalqning g'alaba qilgan, mag'lub bo'lgan davrlarmi bo'ldi. Ammo keng xalq ommasiga hech bir manfaat nasib bo'lmadi. Chunki xalq intayin tuvan ong saviyada bo'lgani uchun faqat chirik mustabid hokimiyatni og'dirishni maqsad qilgan bo'lib, konkretni nishon bo'lmagan. Ularda maxsus hokimiyatchilikni tushungidek saviya, siyosiy programma tuzgidek iqtidor bo'lmaganlikdan g'alaba mevasi ha deganda bir uchum so'pi zohid xo'ja eshonlarning qo'liga tushib ketdi yoki shular tarafidan foydalanib ketildi. Xalq ikki so'pilar mazhabining muridlariga aylanib ketgani uchun bir to'p qo'zg'olon qilsa, ikkinchi bir taraf ularga qarshi turdi. Natijada hukmronlar Uyg'urlarning o'z yig'ida o'z go'shini qo'ridi. Sayriya Uyg'ur davlati davridan boshlab Aqtog'liq va Qoratog'liqlar hokimiyat yurgizsa yoki hokimiyatga ta'sir ko'rsatilsa, ikkinchi bir tarafni qattiq qirg'in qildi. Agar bir mazhab xalq qo'zg'oloni bilan hokimiyat tiklasa yoki qo'zg'olonga ishtirok qilsa, ikkinchi biri ularga qarshi maydonda turdi. Masalan, Aqtog'liq xo'jalarning rahbari Qoratog'liqlar ta'siridagi Saidiya xonligini yo'qotish uchun Dalay Lamaga bosh urib, Jungarlarni boshlab kelib, muridlarni ichki jihatdan moslashtirib, Uyg'ur xalqini Jungarlarga qul qilib berdi. Qoratog'liq xo'jalar bo'lsa, Jungarlar va ularning homiyligidagi
Aqtağlıq xo'jalar hokimiyatini yo'qotish uchun Qing sulolasiga yo'l boshladi. Ya'ni Qora tog'liq xo'jalar shu xizmatlari uchun Uyg'ur zaminida Wang, Gong mansablariga erishib, bir mazgil xalqni ezib, farog'atlik turmush kechirdi. Qumul Wanglari, Kuchar Wanglari, Turpan eli xo'jalari shularning misolidandir. Va ularning muritlari ichki jihatdan moslashdi. Gerçi Kucha va Xotan qatorliq joylarda hokimiyat tiklangan bo'lsa-mu, xalqqa naf ilib kelolmadi. Bu haqda tarixchi Molla Musa Sayrami afsuslangan holda Kucha xo'jalaridan Rashidin xo'jam degan Mavlona Arshidin Valining mazarida duo talab bilan yotgan, hech kishi bilan aralashmaydigan va darvish tariqasida ömür o'tkazayotgan bir odam edi. Oq kigiz ustida o'ltirg'izilib, burunqi sultonlik qoidasi bo'yicha xonlik taxtida o'ltirg'izildi. Bu shaharlarda nihoyat ko'p g'azina, mulk, qurol yaroqlarga ega bo'ldi. Nihoyat ko'p g'azina to'plandi. Bularning hammasi to'liq Muhammad Yaqubbek ataliq g'ozining qo'liga tushdi. Ular shunchalik davlat hukumatga ega bo'lib, nurg'un mol-mulk to'plagan chaqlarda ya o'zining biror urug' qayoshlarga rahim va shafqat qilib boqmadi. Ya biror duogo'y, ahli fazil va hunarvanlarga kangri in'om va ihson qilib, ularning mol dunyoga bo'lgan ehtiyojidan chiqmadi. Ya biror daryo o'stanga ko'rik soldirib, yaxshilik qilmadi. Ya mechit, xoniqa bino qilib, ko'l quduqlarni ko'litib, vaqfa ashyolar to'xtatmadi. Namuna asar qoldirmay, nom nishonsiz ketdi. Ulardan hech bir namuna, yodikor yoki yaxshi ish boqiy qolmadi, deb la'nat o'qiydi. Olimning bayoniga qaraganda, bu xil la'natga yana Xotan podshohi Habibullah Hojimu duchor bo'lib, umu xalq inqilob qilib, hokimiyatni elib, podshohlikqa o'ltirg'izsa, o'xshashla xalq uchun qilchilik yaxshi ish qilib bermasdan, g'azinini oldi bilan badavlatning, keyin Qing sulolasining qo'liga o'shig'i bilan tushishiga sababchi bo'lgan. Eli sultonligini esaq, 10 yillik hayotida qancha sulton almashdi? Shuning o'zila kifoya. Valixon To'raning qilmishini ko'rsak, Valixon To'ram Kashig'arni muhozir qilib, qishloq va kentlarni qo'lga kirgizib, 4 kalla munorasi yasabdi. Munarning egizligi 12 gaz miqdori keladi, deydi. Lekin uning o'zi bang chekish, hayosiz ishlarni qilish va qon to'kishdan hech qachon o'zini tortib, ehtiyot qilmaydi ekan. Xalq e'tiqod qilgan xo'jalar mag'lub bo'lib, O'rta Osiyoga qochganida, xalq yanala ozodlikqa, barobarlikka intilgan. Barobarlik, odamdek yashash uchun kurash qilgan xalq yanala qonliq qirg'inda qolgan. Eli qaytarilganda 50 necha ming Uyg'ur aholisining yurt makonini tashlab, Chorosiya doirasidagi O'rta Osiyoga ko'chishi, Rossiyalik Kropotkinning Qashqariya nomli kitobida yozgan Jungoliklar bu voqeani xo'jalar yig'iliqi deb ataydi. Bu voqeaning natijasida 20 ming tutun, ya'ni 100 ming kishi Qing sulolasining o'ch elishidan qo'rqqanidan Qashqar, Yakan va Oqsulardagi yurt makonlaridan ayrilib, xo'jalarning kaynidan taqqa chiqib ketdi. Bu qitimga qoch-qoch birinchi oyda yuz berdi. Shu kunlarda shivirg'an aralash qattiq qor yig'ayotgan bo'lib, bu och yalang'och kambag'allarning ko'pchiligi iz daraksiz yo'qolgan. Bu voqealar har qitimliq qo'zg'alanglar mag'lubiyatidan keyingi qattiq qirg'inchiliklar bo'lganligini to'liq isbotlab berdi. Haqiqat shuni aniq ko'rsatib berdiki, garchi xalq qo'zg'alib, mustabid ham cherik hokimiyatni og'dirishni ko'zlasimi,
Ularda әшу zulmni yo'qotishdan o'zga nishon bo'lmagan. Ularda birər siyasi programma bo'lmagan ham bo'lishimi mumkin emas edi. Chunki xalqda unchalik iqtidor bo'lmagan. Ularda birər siyasi nishon, o'rtaq e'tiqod bo'lmagani uchun qon to'kib inqilob qilsimi, birlasholmasdan bo'linib yashab, bo'riga yem bo'lgan. Ularning qisqa hokimiyatlari, qo'zg'alonlari mag'lub bo'lgandan keyin xalq yanama qattiq dishvorchilikqa duchor bo'lgan. Jumladan yurt makonini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Charosiya elini Qing sulolasiga o'tkazib berganda, Qing sulolasining o'ch ilishidan ansirgan aholi Rossiya territoriyasiga ko'chdi. Molla Musa Sayrami bu 7 shaharni saramjon qilgandan keyin 7 shaharda 40 ming cherik turg'izishga hukm qildi. Lekin elini egilagan chaqda 1 milliondan ortiq odamni halokatga giribdor qilgan edi. Nurg'un odam taraf-tarafga qechib, eli atrofida odam guruhi oz qoldi. Desa, Xoqon mansabdorlari bu 7 shaharda to'ramga yor bo'lgan yoki to'ramning ishini tutib xizmat qilgan odamlarni izlab tepib, o'ltirib, ularning chorva mol va zaminlarini o'lji qilib, 10 mingdan ko'proq xotin qiz va o'g'il Rossiyada, Norasiyada balalarni o'lja asir qilib, u taraf Lanju o'lkasi, bu taraf ili cho'chakka ilib berib, Xitoylarga topshirib va xizmatiga tutib berdi, deydi. Ikkinchi, İslamiyatdan chatnigan sofistik diniy asabiylikning elib kelgan jaholatning vayronchiligi Qozoq olimi Cho'qon Valixonovning bayoniga asoslanganda, butkul Uyg'ur xalqi so'pilarning ikki guruhiga bo'linib ketgan bo'lib, Qashqar, Aqsu, Kucharlarda Aq tog'liqlar mazhabidagi aholi ko'p bo'lsa, Yengsar, Yarkand, Xotanlarda qora tog'liq xo'jalarga murid bo'lgan aholilar ko'p bo'lgan. Ular har bir shahar yurtlardimi muridlar orqali xalqni parchalagan bo'lib, o'zaro aloqa qilmaydigan bo'lgan. Misol qilsak, Qashqar shahri aholisining sharq-shimol tarafidagilar ichida Aq tog'liqlar ko'p sonli, g'arbi-janub mahalliy kentlarda qora tog'liqlar ko'p bo'lgan. O'zaro farqlantirish uchun Aq va qora tog'i kiygan. Aq tog'liq va qora tog'liq nomlarimi shuningdan kelgan. Biz tarixiy faktlardan ayni vaqtda sofizmning qanchalik yamrab ketganligini, nodon xalqning sofizmning kishanlarda ma'naviyat jihatdan qanday xaroblashganligini ko'rib boqayli. Allah xosligi xo'jamlarga xos yoki Allah xo'jam deb xo'jamlarga haddan ziyoda aqida va ixlos qilib, ularni hammadan yuqori martabalik deb hisoblab, Allah bilan xo'jamlar oraliqida turadigan hech qanday biror yuqori martabalik inson yoki jonning bo'lishini e'tirof qilmaydi ekan va yo'l qo'ymaydi ekan. Ularga nihoyatda yuqori aqida bog'lab, otlarini yilqi uyuri bilan, qo'ylarini qotini bilan va qizlarini qizliq ippatlari bilan, sekilak bo'lsa sekilaklari bilan elib kelib, xo'jamlarga tortuqlab, nazar hadiya qilib, "Amdi bizga hech qanday narsa lozim emas" deb, ularning duosini elib, "Alloh xo'jam" deb to'nigan edi. Bundan boshqa yana Tazkirai hidoyat qatorliq asarlardanmi so'pilarning o'zlarini islom diniga muxolif, kufrlik bilan o'zlarini Allah bilan tang o'ringa qo'yib targ'ib qilganligini bilib olaymiz. Biz garchi puhralarni sofizmga hammasi bu darajada ixlos qiladi deb qarmasaqmi, sofizmning ta'sirining nihoyatda chunqur bo'lganligini ko'rib olaymiz. O'zlarini Allah bilan tang o'ringa qo'ygan bu so'pilar nimani targ'ib qiladi? Dotsent İbrahim Niyaz bu haqda mundaq deydi. Sofizmning tüp g'oyasi insonlarni tarkiy dunyolikqa boshlab, real dunyodan, ijtimoiy turmushdan yuz o'rib,
xiyoliy dunyoda ko'radigan rohat g'imini qilishga chaqirishdan iborat. Xalqimiz aqida qilgan, o'zlarini diniy islomga beg'ishlagan Xudoning oshiqlari islom aqidalariga muxolif bo'lgan qilmish atmishlari bilan o'zlarini Sayyid Muhammad payg'ambarning avlodi deyishib, sap aqidalik musulmonlarni aldab, xalqning Muhammad alayhissalomga bo'lgan aqidasidan foydalanib, o'zlarini niqoblab, xalqni tarki dunyolikqa boshlab, o'zlariga ixlos qilguvchilarni jannatga erishtirdiganligini va'da qilib, xalqni o'zlariga moyil qilishdi. Bu dunyoning yaxshiligiga muyassar bo'lolmagan xalqimiz o dunyoda jannatda bo'lsa-mu rohat ko'rishni, o dunyoda bo'lsa-mu odamdek yashashni istadi. Shunga xo'jalarga ishinib, ularga murt bo'ldi. Sofizmning buncha kuchayib ketishida ayni davrning qalamda ham alamda yetilgan podshohlari Sultan Saidxon va Sultan Abdurashid xonlarning so'pilarga murid muxlis bo'lganligimi sababchi bo'lgan edi. Ular xon sultonlarning o'zlariga murid bo'lgan fursatda siyosiy jihatdan foydalanib, masalan, muridlarning bajsiligini kechirim qilishni talab qilish, o'z muridlarini ko'paytgan degan qarashlarmi bor. Xo'ja eshonlar o'zlarini haq ko'rsatish uchun suvda mang'alaymiz, o'likni terildira olamiz, osmonda ucha olamiz, to'pini yemak ichmak oltin kumushga aylantira olamiz, yomg'ir yog'dira olamiz, bir vaqtda bir qancha joyda zohir bo'la olamiz, sup kushlab kasal davolaymiz, g'oyibni bilamiz, qo'l tekkizmasdan narsalarni yo'tkiy olamiz, o'simlik va hayvonlar bilan so'zlasha olamiz deb saxta karomatlarni har xil usullar orqali tashviq qilib, har xil hiyla-mikrlarni qo'llanib xalqni aldab, ularning aqida ishonchiga erishgandan keyin xalqimizning moddiy, ma'naviy dunyosiga hujum qildi. Natijada ular barliq Uyg'ur madaniyat meroslarini urib chaqdi, buzdi, o't qo'ydi, vayron qildi. Madaniyat aslahalarini buzib, madaniyat so'rinlarini so'piliq faoliyat so'rinlari xonaqolarga aylantirdi. Xalqning madaniyat so'rinlari maktab, madris, kutubxonalar, so'pilarning oyoq ostida vayron bo'ldi. Avomni madaniyatdan voz kechishga qistab, madaniyatni man'iy qildi. Kimki so'pilar bilan qarshilashsa, xuddi Xo'ja Jahon Arshi, Baba Rahim Mashrab va Mirza Shoh Mahmud Jo'ras kabi qasdga uchrab, fojialik o'ldirildi. Bu haqda Jaholat pirlari Shinjongda nomli asarda yozilgandek, Appa Xo'ja va Appa Xo'jachilar, biz bu yerda oq tog'liq xo'jalarni emas, qora tog'liq xo'jalarni bir qatorda tunishimiz lozim. Zamonasida Qashqariyada madaniyat, ma'arif, ilm-fan, adabiyot, san'at, muzika, naqsh usul, go'zal san'at, teatr, serikchilik, tibobatchilik, matbaachilik, tarjima, xattatlik qatorliq barliq ilmiy faoliyatlarning hammasi qat'iy man'iy qilib o'tilgan. Bundaq ishlar bilan shug'ullanuvchilar kofir, jodugar, murtadlar hisoblanib jazoga tortilib turgan, o'ldirib o'tilgan. Hatto xat yozishni o'rganish, soz o'rganish, yasash, mashrab o'ynash, o'yin kulka, xotin qizlar paranjisiz oshkora yurish qatorliq odatdagi ijtimoiy insonchilik xislatlarimi qat'iy man'iy qilib o'tilgan. Butun jamiyatda Qur'on va hadiyakdan boshqa barliq yozilma asarlar, bo'libmi milliy asarlar, xotira namunalar ko'ydirib o'tilgan, yo'q qilib tashlangan. Ilm ma'rifat o'rinlari buzib o'tilgan, cheklangan. Ularning o'rniga zikri suhbat xonaqolari, gulah, sazoyi hamidonlar, ya'ni tov qilish o'rinlari, xo'ja eshonlarning turalg'i joylari, amaldor binolari dastilgan. Butun jamiyatda tilovat, duo, xatma, istig'for o'qish,
ya'ni Allohdan gunohini tilab turish ommaviy ijtimoiy mashg'ulotga aylantirilgan. Tazkirayi Azizan qatarlıq əsərlərdən məlumki, Aqdağlıq, Qaradağlıq xocalarning dastlabki başçılары bir tuqqan bo'lib, ularning o'z oldiga nüfuz tiklash uchun ko'z qarashlarida mohiyatlik farq bo'lmasa-mu, xalqni ikkiga bo'lib mazhabchilik qilgan. Ular o'zaro nizoh qilishib, xalqni urush jidalga silib, qon to'kib, mangu o'rnini to'ldirib bo'lg'isiz tarixiy jinoyatlarni qoldirib ketdi. Uyg'ur xalqining barliq fojialari, yomon kunlarga qilishi butunlay so'pilarning qilmish atmishlaridan bo'lgan. Bütün Uyg'ur diyorini jaholat qoplab, bütün xalq qorong'ulik dunyosiga g'arq bo'ldi.